Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Xudo xohlasa yana bitta 4 korpusli plugimiz tayyor bo'ldi. 100 ot kuchidan 130 ot kuchigacha bemalol bo'ladi. 90 ot kuchli turbo kompressor traktorlarga ham bo'ladi. 35 lik qilib o'rta stoyka ko'rishingiz mumkin. Buni videolarini ham qo'yamiz. O'zimiz 892 da ham bir tortib ko'rdik. Yengil tortdi. Xohlasa bugun egalariga topshiramiz. Inshaalloh haydab ko'rib videolarni qo'yib boramiz. Bitta like bosib tanish bilishlarga uzatib qo'yamiz videoni. Inshaalloh manfaatli videolar qo'yib boriladi. Hammaga katta rahmat.